$110 ming zapusk qilganingiz haqida hamma bildi. Endi qachon 1 millionlik zapusk qilasiz? Birinchisi bu voqli turish, ertalab 5 da. Soxta odamlar, og'aynilar, qizlar ko'payadi bo'ldi. Instagramda shaxsiy brend va zapusk bo'yicha ekspert $100 ming zapusk qilgan Instamedia asoschisi Murodilov Mirsaiddan intervyu olgani keldim. Assalomu alaykum Mirsaid aka. Assalomu alaykum. Yashayapsizmi? Bugun sizga qiziqarli 5 ta savol tayyorlab keldim. Hop. Bundan javob olamiz hozir. $110 ming zapusk qilganingiz haqida hamma bildi. Endi qachon 1 millionlik zapusk qilasiz? Endi aniq bu yil emas, chunki hali bozor, imенно O'zbekiston bozori bu narsaga tayyor emas. Balki nasib qilsa keyingi yil. Ko'pchilik o'ylaydi, что zapusk bu yengil pul topish deb. O'zi aslida qanaqa? Endi zapusk manimcha 10 tadan bitta odam qila oladi, chunki har bitta odam har xil narsa uchun tug'ilgan deb o'ylayman. Hozirgi haydab yurgan mashinangiz zapusk puliga olinganmi? Albatta zapusk puliga. Va necha pul turadi? Aniq summasi aytaman, 100 mingdan baland deydi. Menimcha har bitta erkak ayol orzusi bo'lsa kerak, Balki. mashina haydash. Shaxsiy brend qilayotganda ko'pchilikning qiladigan xatosi nima? Tez natija kutish. Hayotida ishlab topmagan pulni bir oyda kutish. Pulingiz ko'paygandan keyin hayotingizda o'zingiz kutmagan nima voqea bo'lgan yokida Soxta odamlar, og'aynilar, qizlar ko'payadi bo'ldi. yaqin bo'lib ketadi pulingiz ko'paygandan keyin. Va oxirgi savol, inson boy, uspешный bo'lish uchun o'zingiz amal qiladigan 3 ta maslahatni bering. Endi hali o'zim unaqa darajaga chiqmadim-ku, no amal qilishga harakat qilaman. Birinchisi bu voqli turish, ertalab 5 da. Ikkinchisi bu qancha ko'p mas'uliyat o'zingiz bo'yningizga olasiz, shuncha ko'proq daromad topa olasiz. Uchinchisi hayotdan nolimaslik, shukr qilib yashash, maqsad oldiga qo'yib shu narsaga intilish bo'ldi. Rahmat kattakon yo'lmasdan intervyu berganingiz uchun. Bu birinchi intervyuingiz emas, yana ko'rishamiz. Mayli, Ishlaringizga omad Sog' tilayman. bo'ling. Rahmat kattakon.